Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boradigan hurmatli aka ukalar, opa-singillar. Bugun men sizlarga bitta ajoyib narsani ko'rsatib o'rgatib qo'ymoqchiman. Mutlaqo tekin, asosiysi tekin narsa. Ya'ni internetdan video ko'chirib olishni o'rganamiz hozir. Qanaqa qilib siz hech qanaqa Telegram botlarga, kanallarga obuna bo'lmaysiz. Bundan buyog'iga men sizga javob beraman. Shunchaki videoni silkasini olasiz. Shundoq tashlaysiz, sizga videoni qanaqa kачествоda bo'lsa, maksimal sizga o'sha kачествоda tashlab beradi. Demak, ishga o'tamiz akalar. Bizni saytimizning nomi Cobalt Tools deb ataladi. Любой brauzerdan chiqaveradi. Xohlasangiz telefondan, xohlasangiz kompyuteringizdan kirsangiz bo'ladi. Mana shu saytga. Keyin Instagram, YouTubedan narsa ko'chirishni hozir sizlarga ko'rsataman. 1 daqiqa. Instagramdan birinchi o'zim sahifamga kirib, o'z sahifangizga kirasizda, bitta videoni olib, mana share to, bo'lmasa copy link qilasizda. Copy olindi mana. Mustavit qilamiz. Va strelkani bosamiz. Ketdi. Videoni olishni boshlaydi. Hozir sizga videoni mana bu yerda mana 3 ta nuqtani bosamizda, skachatni bossak, mana tayyor video. Skachat bo'lyapti mana. Mana birinchi video tayyor. Endi ikkinchisi YouTubedan olamiz. Mana ulashishni olamiz. Bosamiz, nusxa olishni bitta bosamizda, yana Cobaltga o'tamiz. Tashlaymiz. Bitta bosamiz, bu ham tayyor, maksimal kачествоda tayyor bo'ladi. Hozir menimcha sal kattaroq videoni olib qo'ydim. Yo'q. Bunaqa joy katta emas ekan. Hozir buni ham ko'chirib bo'ladi. O'zi ko'chiryapti. Hozir men sizga buni kачествосini ko'rsataman. Qarab turinglar. Alloh o'zi qo'rasin. Mana shu Saudiya Arabistonida hozir jiddalar ham Aljon Qorakanning videosi mana. Kачествоsi videoda qanaqa turgan bo'lsa, shunaqa. Bundan tashqari Facebook deysizmi, TikTok deysizmi, xohlagan saytingizda video bo'lsa bo'ldi, videoni silkasi bo'lsa bo'ldi, mana shu yerga tashlaysiz. Xohlasangiz mana audioga o'tkazib qo'yasiz. Xohlasangiz ovozini o'zini sizga ko'chirib beradi. Bitta tashlaymiz. Ketdi. Audioga qo'ydik mana. MP3 versiyasini ko'chiradi mana. Bo'ldi, tayyor. Ko'rdingizmi? Akalar, ukalar, agar video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bittadan like bosib ketamiz. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Undan keyin ham mana shunaqa qiziq videolar, kamyob videolar sizlarni kutadi. Sog' bo'linglar.